Zikr hoji boy bo'ladi, kamiga to'rtta mol bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Sihat salomatmisizlar? Bizlardan nasib bo'lsa ko'pchilik kattej so'rovdi. Aynan sizlar uchun harakat qildik. Menimcha kattej so'ragan akaxonlarimiz adashmasam bir haftacha bo'ldi, kommentariyam bomba qilgan ekanlar. Kattej topib bering, kattej topib bering. Lokatsiyasi ham sizlar so'ragan joydan aynan. Qayerda sizlaring? Kogon shahar, ya'ni geofizikada joylashgan. Amnaqa bittasi 2 sotuq, bittasi 3 sotuqlik kottejlarimiz sotuvga chiqyapti. Biza oldindan narxini aytamiz. Arzon uy-joy kanali o'zini trendi bilan ketaveradi. Bular narxi bittasi 55 ming AQSh dollari, bittasi 60 ming AQSh dollari so'raladi. 60 ming AQSh dollari so'ralgani 3 sotuq, 55 ming so'ralgani 2 sotuq. Aynan menga qolsa, mana shu 2 sotuqlikni xarid qilgan bo'lardim. Shuni ko'ryapsizlar, uglovoyda joylashgan, prям zo'r. Xonalar soniga keladigan bo'lsak, adashmasam 5 ta xona, 2 ta sanuzor, bitta holdan iborat edi. Ana bu o'tirgan joyga ko'ryapsizlar, keng va katta qilib supa qilingan, to o'sha yoqqacha, darvozaxonagacha boradi. Ha, aytmoqchi, esicha olganlarga ana bu nasib bo'lsa bonusga qo'shib beriladi. Belikchamiz. Xo'p, keling, nasib bo'lsa uyda ichki obzorni boshlaymiz. Jigarjonlar. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim bizga ham shunaqa uchastkalardan nasib qilgan. Yaratgan Robbim Allohim har bir musulmonni tashvishini yengil qilgan. Hurmatli uzoqdagi yaqinlarim, sizlarga ham kamida shunaqa uchastka kottejlar nasib qilsa, eng kamiga. Rostini aytaman, shu uchastka o'zimga juda ham yoqdi. Ko'ryapsizlar, darvozaxona qo'yilgan, darvozaxonaga bemalol mashina ichkarigacha kiradi. Ana bu ustki qismini naves Lexan qo'ysalaring, cho'tki bitta joy chiqadi. Ana bu joydan yuraversalaring, bu joyda o'zlaring uchun chiroylikina qilib o'rtoqlar bilan o'tirib choy ichishga shashlikxonacha qilsalaring, devona joy bo'ladi. Keling, bu yerda ham ko'rsating hozir. Bu tarafda burchakka joycha tashlab ketganlar, aynan shu narsa uchun adashmasam. Ko'ryapsizlar, keng va katta joy. Ya'ni bu tarafdan kuxnyaga chiqasizlar. Kuxnyadan chiqib kelish mumkin. Xo'p, bularni kanalizatsiya tizimi vanniy tualet uchun alohida, oshxonaning suv ketish uchun alohida qilib ikkita kolodez tashlab ketgan ekanlar. Svetiga qaraydigan bo'lsak, bu svet Buxoro shahariga qaraydi. Gaz, paz, shunga o'xshash narsalar Buxoro tumaniga qaraydi, Kogon tumaniga, ya'ni kechirasizlar. Uzun, katta balkoni bor. Devorlar transil qilingan. Ichki obzorni boshlaymiz. Bismillah. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, ana bu kirgan joyimiz keng va katta bo'lgan holli. Shu holda ham bittagina bilsalaring, bitta spalni chiqishi mumkin. Ana bu joyda kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham juda ham keng va kattagina. Oilalarimiz 2 qavatli akvaplast romlar qo'yilgan. Xudo xohlasa bir 2 pachka bilan chiroylikina bitta uchastka qilib olasizlar. Ana bu joyda zalimiz. Zalimiz ham juda ham keng va katta. Razmerini aytadigan bo'lsam, adashmasam 6 ga 4, taji 6 dan ham uzunroq bo'lishi mumkin. Ko'ryapgan bo'lsalaring, pergolitga asosiy devorlar 1,5 idishdan olingan. Ana bu joyda birinchi sanuzorimiz. Hop, ikkinchi etajga chiqamiz, xudo xohlasa. Ikkinchi etajga chiqdik-ki, biz ana ikkinchi sanuzor kutib oladi bu tarafda va kichikroq bo'lgan yana bitta holimiz. Balkonga chiqishimiz mumkin. Ana bu yerda kichkintoylarimiz yotoqxonasi. Ko'rsating. Bu qismda kattalar yotoqxonasi. Devorlarimizda shkatorkalari, elektr montajlar qilingan. Tepasini ko'ryapsizlar, plita qilmagan ekanlar. O'zimiz eski g'ora guldan qilib qo'yibdilar. No, yaxshi bolalar tashlaganlar. Ana bu joyda ikkinchi zalimiz. Xudo xohlasa, o'zlaring kelsalaring, ko'zlaring bilan ko'rib olsalaring, boshqa gap. Ana bu joyda keng va katta bo'lgan balkoni. Maza. Xo'p, tepa qismlari shifrlarga qaraydigan bo'lsak, tepalar tunkafon qilib yopilgan. Devorlarimiz ham bo'yi baland qilingan, ko'ryapsizlar, ahamiyat beringlar. Ilhomjon, ketdik. Menimcha 2 sotuqlik uyda obzorni yetarli darajada qildik. Maqtaydigan, aytadigan narsani aytdik. Yomonlash kerak bo'lsa yomonlaymiz, yaxshilash bo'lsa yaxshilaymiz. Xo'p, 3 sotuqlik bilan 2 sotuqlik proyekti faqat bir xil, faqat farqi ko'ryapsizlar, yeriga. Qolgan joyda emas. 2 sotuqiga ahamiyat berildi, sotuqiga alohida farq qilyapti. Xo'p, Ilhomjon, ketdik. 3 sotuqlik uyimizni ko'rsatamiz. Hammasini proyekti bir xil, 2 sotuq, 2 sotuq, 3 sotuq. Narxlari 55 va 60. Buni farqi yeri kattaroq. Mana ko'rishlaring mumkin. O'sha narsa faqat joyi katta va keng. Xuddi o'sha proyekt bu ham. Faqat balkonchasi kichkinaroq ekan. E'tibor berayotgan bo'lsalaring. Keling, buni birinchi etajni shuni ham bitta ko'rsatib o'raylik.
Birinchi etaj ham xuddi o'sha proyekt. Hol, kuxnya, zal. Xo'p, hurmatli obunachilar, yaqinlarim, like tugmasini ayamasdan bo'lsanglar, biza sizlar aytgan takliflarning hammasini ko'rib chiqib, albatta javob beramiz. Sizlar nima so'rasalaring, shu narsalarni chiqarishga harakat qilamiz. Biz ham tilimiz va to'xtovsiz harakatda bizani harakatimizda qo'llaysizlar, quvvatlaysizlar. Bittagina minnatdorchilik hissini bildirish bu like, obuna bo'lish. Bizani shu bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Eng asosiysi yana bitta narsa, kommentariy bomba qilib portlatinglar. Arzisa arziydi, arzimasa arzimaydi yozib qo'yinglar. Biza bitta oddiygina sababchi biza xolos. Yaqinlaringga videomizni ulashib qo'yinglar. Zero manfaatli bo'ladi. Sizlarni deb biza bitta uy sotamiz yoki kimdir bitta vatani bo'lib qoladi. Ko'rishguncha